Gulchehra opa nima bezovta qilardi? Manda reumatoidniy artrit bor edi. Suyaklarim, bo'g'inlarim qaqshab og'rirdi, oyoq qo'llarim ishardi, tizzalarimda. Mana shu dori ko'p og'riq qoldiruvchi dorilarning oqibatidan yazva ham bo'lib qoldi. Bukiladigan bo'ldi. Pastga yerga umuman o'tira olmasdim. Bir oyda bukiladigan bo'ldi. Da, уже bukiladigan bo'ldi. Yaxshi bo'lib qoldim dedimda, to'g'risi unutib ham qo'ydim sizlarga. Orada kelmadim. Azizlar, mana bir bemorimiz bizga yanvar oyida murojaat qilgandilar. Gulchehra opa nima bezovta qilardi? Manda reumatoidniy artrit bor edi. Suyaklarim, bo'g'inlarim qaqshab og'rirdi, oyoq qo'llarim ishardi, tizzalarimda atyoq bo'lardi-da, bukilmasdi tizzalarim. Qotib qolardi. Qaysi payt qotib qolardi? Ertalab ayniqsa turganimda уже oyoq qo'lim, yurishim sal harakatlanib, anaqa qilib olmagunimcha уже og'riqlar keyin sekin anaqa qilardi. Keyin shu sizlarga kelib Instagramdan ko'rib qoldim, sizni profilingizni, shu bilan telefon qildimda keldim. Kelib shu tavsiya qilgan dorilaringizni olib ichdim. Shu ichgandan keyin bir oyga bormas, уже menda o'zgarishlar ancha, atyoklarim qaytdi, ishlar. Keyin tizzalarim bukiladigan bo'ldi. Pastga yerga umuman o'tira olmasdim. Bir oyda bukiladigan bo'ldi. Da, уже bukiladigan bo'ldi. Hozir ham anaqa polnirost bukilmaydi. Yaxshi, lekin anaqa og'riqlar kamayganda ancha. Shu keyin atyoklarim yo'q bo'ldi. Qo'l oyoqlarim ertalab tursam yaxshi turaman-da. Hazmlarchi? Hazmlar shu oshqozonim anaqa edi. Mana shu dori ko'p og'riq qoldiruvchi dorilarning oqibatidan yazva ham bo'lib qoldi. Unga dori berdiz. Keyin izjoga bo'lardi menda. Unga dori berdiz, o'tlardan damlama hammasini ichdim. Lekin yaxshi, Allohga shukr, hozir ancha yengilman. Endi shuni anaqasidan yaxshi bo'lib qoldim dedimda, to'g'risi unutib ham qo'ydim sizlarga. Orada kelmadim. Kelishim kerak edi. Keyin telefon bo'ldi sizlar tarafdan. Shunda ham telefon bo'lganiga ancha bo'ldi. Mana bir hafta bo'ldi, yana og'riqlarim sal anaqa bo'lib qoldi, paydo bo'ldi-da. Shundan bugun kelishga qaror qildim. Tabiiy ko'pchilikda bo'ladi. Og'riq bo'lsa birinchi o'ringa chiqadi. Og'riq kamaysa, ikkinchi, uchinchi o'ringa o'tib ketib qoladi-da. Hammani ham bola chaqasi yurozg'ori bor. Buni ham tushunamiz. Yaxshi bo'lib qoldim, xursand bo'lib kelmay qo'ydim-da. To'xtatmasdan davom ettirsangiz, uzoq muddatda yaxshi yurasiz. Bo'g'imlar qiyshaygandan keyin uncha narsa davo ta'sir qilmay qoladi. Davo bo'luvchi narsani ta'sir susayib ketadi. Chunki organizm qabul qilmay qo'yadi. Siz ham ko'p og'riq qoldiruvchi ichganmisiz? Juda ko'p ichganman. Ko'p ichgansiz. Nima bilan asosan o'zingizni olib yurardingiz? Yashashingiz uchun, og'riqni kamaytirish uchun. Bizga kelmasdan oldin nima qilardingiz? Обезболивающий ichardim. Faqat shumi? Davolanmasmidingiz? Reumatologlarga borganman, gormon yozishgan, gormon ichardim, gormon ukol olardim, yaxshi bo'lib qolardim-da. Уже charchadim, to'g'risi. Ukol dorilardan charchadimda. Keyin sizni topib bu yoqqa keldim, lekin bu yerga ham ishonmay keldim, to'g'risida. Bo'larmikin, bo'lmasmikin deb keldim. Keyin yo'q, natijasini ko'rgandan keyin boraman dedim, lekin ancha zo'r yurdim. Ko'z tegmasin, mana siz aytdingiz-ku, bir oyga yetadi deb. Menda bir oyga emas, 2 oyga yetdi-da bitta banka. Ekonomik ichgansiz, barakali ketgansiz. Yarim qoshiqdan shu kichkina choy qoshiqda ichdim-ku, shuni o'zida ham anchaga yetdi-da. Mana ancha yaxshi yurdi. Mana qarang, yanvarda kelgan ekanman. Hozir may oxiri ekan. 5 oyda. 5 oy, lekin zo'r yurdim, ko'z tegmasin. Umuman atyoklar umuman bo'lmadi. Hozir haligacha yo'q. Reumatologlarga borsam ham oyoq qo'lingiz ishyaptimi deb uncha borib qo'yaman-da reumatologga. Yo'q, ishmayapti, andaqam yo'q deyman. Lekin analiz topshirmadim hali. Analiz bir topshirib ko'rishimga. Mana shularni ichgandan keyin bir topshirib olib kelaman. Iloji boricha 3 oy eng kam. Bir kursimiz 3 oy hisoblanadi. 3 oy to'xtatmashingizni tavsiya beraman, eng kamida. Chunki oshqozonlar yallig'langan, oshqozon usti bezlarga zarar tekkan, ularni yaxshilab bitirib, teringizni kesib olsangiz ham tashqarida bo'lsa ham qanchalik bitishi masalan qiyin. Agar biron bilan o'rab qo'ysangiz, salafan bilan bitmaydi-da. Ichki organizmda bo'lsa, bu oshqozon ichaklarda bo'lsa, doim ho'llanib turganiga bitish oson emas. Ichkaridan bitib chiqadi-da u. O'shaning uchun uzoqroq payt ketadi bu narsaga.
Qoningizni iloji boricha ko'paytirish kerak. Bo'g'imda qon aylanishini yaxshilash kerak, chunki qoningiz kamroq. Qonni ko'paytirishimiz bo'g'imga yaxshi qon yetib borib, yaxshi qon bilan yursa, bo'g'imdagi ozuqa yo'llar yaxshi tozalansa, bu og'riqlar ketadi. Lekin yana narusheniya qilsangiz qaytalab qolishi mumkin. Mana 3 oy ichsangiz ham bari yilda bir marta, yarim marta kelib profilaktika qilib turishingiz kerak. Keyin parhezlarga tushuntirdik, parhezlarga amal qilib turasiz. Sog' bo'ling, Alloh shifoyi komil bersin. Rahmat. Ishinglarni omadini bersin.